Assalomu alaykum. Ushbu videoda Karmon AI dasturini ro'yxatdan o'tishdan boshlab asosiy ishlatiladigan funksiyalarigacha ko'rib chiqamiz. Ekranda bu video uchun mundarijani ko'rishingiz mumkin. Bugun sizga Karmon AI ilovasidan qanday ro'yxatdan o'tish kerakligini o'rgatamiz. Avvalo ilovani o'rnatib, dastlabki kirishda tilni tanlang va yo'riqnomani ko'rib bo'lgach, davom etish tugmasini bosing. Agar siz ilovadan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, tizimga kirishingiz mumkin. Aks holda ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, kerakli ma'lumotlarni to'ldiring. Tasdiqlash havolasi emailingizga yuboriladi. Elektron pochtangizdan havolani bosing, telefon raqamingizni kiritib, SMS orqali kelgan kodni kiritib, davom eting. Keyin monitoring uchun asosiy valyutani, xarajat va daromad kategoriyalarini o'zingizga mos ravishda tanlashingiz mumkin. Oxirgi bosqichda 4 xonali parol yarating. Tabriklayman, siz ilovaga muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz. Ilova beta versiyasida ekanligini eslatib o'tamiz. Ushbu videoda ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizlarga kerakli bo'ladigan sozlamalarni ko'rsatib o'tamiz. Asosiy sozlamalardan biri bu profil. Bu yerda siz profilingizni ko'rishingiz, undan chiqib ketishingiz va ba'zi ma'lumotlarni o'zgartirishingiz mumkin. Asosiy valyuta hozirda faqat o'zbek so'mida turibdi. Ilova tilini hozircha 4 ta tilda ishlatishingiz mumkin. O'zbek tili, rus tili, ingliz tili va arab tillarida. Boshqa sozlamalarga o'tadigan bo'lsak, kategoriyalar bo'limi. Bu yerda siz xarajat, daromad kategoriyalarini nazorat qilishingiz, ularni o'chirib tashlashingiz, qo'shimcha kategoriyalar qo'shishingiz yoki standart karmon kategoriyalarini qo'shishingiz mumkin. Qo'shimcha valyutalar sozlamasida siz asosiy valyutadan tashqari o'zingizga kerakli bo'ladigan qo'shimcha valyutalarni ham qo'shishingiz mumkin. Va xavfsizlik bo'limida ilovani foydalanishdagi xavfsizlik sozlamalarini to'g'irlashingiz va profilni o'chirib tashlashingiz mumkin. Asosiy sozlamalar shulardan iborat edi. Ilova beta versiyasida ekanligini eslatib o'tamiz. Bugungi videoda sizga ilovada valyuta kurslarini sozlash haqida gapirib beraman. Valyuta kurslari bo'limida siz turli valyutalar kurslarini kuzatishingiz va hisob-kitoblar uchun kalkulyatordan foydalanishingiz mumkin. Endi sizga qanday qilib yangi valyutalarni qo'shish mumkinligini ko'rsatib beraman. Bu juda oddiy va tez amalga oshiriladi. Endi kalkulyatorni ko'rib chiqamiz. Bu yerda siz birinchi valyutani tanlaysiz, so'ngra ikkinchi valyutani tanlaysiz, miqdorini yozasiz va natijani olasiz. Shuningdek, o'rtadagi yashil tugma orqali valyutalar o'rnini almashtirishingiz va yana hisob-kitobda ishlatishingiz mumkin. Ma'lumot uchun, valyuta kurslari O'zbekiston Markaziy bankining ma'lumotlari bazasidan olinadi. Shuning uchun ular doimo yangilanib turadi. Bugungi ko'rsatmamiz shundan iborat edi. Bugungi videoda sizga sodiqlik kartalari va ularni ro'yxatdan o'tkazish haqida aytib beraman. Sodiqlik kartalari bu bozorlar, do'konlar va boshqa savdo joylarida foydalaniladigan shtrix-kod yoki QR kodni o'z ichiga olgan kartalardir. Misol uchun, ushbu kartalar yordamida siz moliyaviy kashfeklaringizni yig'ishingiz va o'sha shtrix-kod yoki QR kodni ko'rsatib, ulardan foydalanishingiz mumkin. Hozirda siz shtrix-kodni tahrirlash sahifasini ko'rib turibsiz va uni qanday qilib ro'yxatdan o'tkazishni ham o'rganasiz. Va xuddi shu tarzda QR kodni ham tahrirlash sahifasiga o'tishingiz va uni ro'yxatga qo'shishingiz mumkin. Mana misol tariqasida kartalar ro'yxatini ko'rishingiz mumkin. Har bir karta haqida qisqa ma'lumotni shu yerda topasiz. Bugungi ko'rsatmamiz shundan iborat edi. Bugungi videoda sizga ilovamizdagi maqsadlarni boshqarish tizimidan qanday foydalanishni ko'rsatamiz. Ilovaga kirganingizdan so'ng ko'proq bo'limiga o'tib, maqsadlar bo'limiga o'tamiz. Ushbu bo'limda moliyaviy maqsadlaringizni boshqarishingiz mumkin. Maqsad yaratish uchun yangi maqsad yaratish tugmasini bosamiz. Maqsad yaratishda sizdan quyidagi ma'lumotlarni kiritishingiz talab qilinadi. Maqsad nomi, ushbu maqsad uchun yig'ilayotgan pul miqdori, qo'shimcha izoh agar xohlasangiz, muddati, valyuta kategoriyasi,
va o'zingizga mos kategoriya va rangni tanlashingiz mumkin. Barcha ma'lumotlarni kiritganingizdan so'ng maqsadingiz muvaffaqiyatli yaratiladi. Maqsad yaratilgach, yig'ilgan mablag'ni kuzatib borishingiz mumkin. Mablag'ni maqsad balansiga qo'shish uchun kerakli summani yozing. Kerak bo'lsa izoh kiriting, valyutani tanlang va qo'shing. Maqsad bo'limida yig'ilgan mablag'larni va foiz hisobini ko'rishingiz mumkin. Maqsadingizni to'liq amalga oshirganingizda uni arxivga yuborishingiz mumkin. Shuningdek, maqsadlaringizni bosh ekranda kuzatib turish imkoniyati ham mavjud. Bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi videoda sizga ilovamizdagi zakot kalkulyatori haqida gapirib beramiz. Zakot islomning 5 ustunidan biri bo'lib, har bir musulmon uchun farz amaldir. Bu funksiya Zakotim o'z platformasi bilan integratsiya qilingan bo'lib, zakot bo'limida siz asosiy savol-javoblarni o'qib chiqishingiz mumkin. Hisob-kitobni boshlash uchun zakotni hisoblash tugmasini bosing. Bu yerda yillarni tanlashingiz va nisob miqdorini ko'rishingiz mumkin. Yilni va valyutani tanlaganingizdan so'ng hisoblashni boshlang. Endi mol-mulk turlarini tanlang. Masalan, shaxsiy mablag'lar, oltin va kumush. Agar boshqa mol-mulkingiz bo'lsa, ularni ham hisoblash uchun qo'shing. Har bir qismda formani to'ldirib davom eting. Formani diqqat bilan to'ldiring. Mablag'lar, qarzlar va boshqa ma'lumotlarni kiriting. Hisoblash oxirida to'ldirgan formalaringizdan kelib chiqib, umumiy hisob natijasi va zakot miqdori ko'rinadi. Hisob-kitob natijasini PDF formatida yuklab olishingiz yoki jarayonni shu yerda yakunlashingiz mumkin. Ushbu video shundan iborat edi. Bugungi videoda kartalar bo'limi haqida gaplashib o'tamiz. Ilovamizda asosan 2 turdagi kartalar mavjud: virtual kartalar va haqiqiy bank kartalari. Ushbu videoda aynan virtual kartaga to'xtalib o'tamiz. Virtual karta qo'shish uchun karta qo'shish tugmasini bosing, kerakli rangni tanlang, kartangizga nom bering, oxirgi 4 raqamini kiriting, amal qilish muddatini yozing va ro'yxatdan bankni tanlang. Shundan so'ng karta muvaffaqiyatli qo'shiladi. Virtual kartalar tranzaksiyalarni, xarajatlarni va daromadlarni qo'lda boshqarish orqali moliyangizni nazorat qilishning qulay usuli. Ya'ni, bu qo'lda boshqariladigan kartalar bo'lib, ularga daromad qo'shish yoki xarajat kiritish orqali moliyaviy balansi o'zgaradi. Daromad qo'shsangiz balans oshadi, xarajat qo'shsangiz kamayadi. Ushbu video qisqacha shulardan iborat edi. Bugungi videoda tranzaksiya qo'shish jarayonini ko'rib chiqamiz. Ilovani oching va quyi panelda plus tugmasini bosing. Keyin tranzaksiya qo'shish tugmasini tanlang va sizga to'ldirish uchun forma ochiladi. Shaklni to'ldirayotganingizda daromad yoki xarajat turini tanlang. Sanani kiriting, summani yozing va valyutani tanlang. Kartalardan virtual yoki karmon kartasini tanlang. Kategoriya tanlang. Agar xohlasangiz, izoh va joylashuvni ham qo'shishingiz mumkin. Shaklni to'ldirish jarayonini avtomatlashtirish uchun QR kodni yoki karmon OCR tizimidan foydalanishingiz ham mumkin. Misol uchun, QR kodni skanerlash orqali summa avtomatik tarzda kiritiladi. Boshqa parametrlarni o'zingiz tanlaysiz. Shaklni to'ldirib bo'lgach, tranzaksiyani qo'shing. Tranzaksiya muvaffaqiyatli qo'shiladi. Asosiy sahifadan tarix sahifasiga o'tsangiz, u yerda xarajat va daromadlar tarixini alohida ko'rishingiz, sana, karta va kategoriya bo'yicha filtrlashingiz ham mumkin. Ushbu video shundan iborat edi. Bugungi videoda qarzdorlikni qanday qo'shish kerakligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ilovani ochganingizda quyi paneldagi plus tugmasini bosing. Keyin qarzdorlik qo'shish tugmasini tanlang va forma ochiladi. Formada qarz olish yoki qarz berishingizga qarab, qarzdorlik turini tanlaysiz. Qiymatni kiritasiz va valyutani tanlaysiz. Keyin foydalanuvchini tanlash uchun uning ism va familiyasini kiriting.
qaysi sanadan qaysi sanagachaligini belgilaysiz. Xohlasangiz izoh qo'shishingiz mumkin va yana qo'shimchasiga SMS xabarnomalarni yoqishingiz ham mumkin. Formani to'ldirgach, qo'shish tugmasini bosing. Qarzdorlik muvaffaqiyatli qo'shiladi. Qo'shilgan qarzdorliklarni asosiy menyudan qarzdorlik bo'limiga o'tib ko'rishingiz mumkin. Ushbu video shundan iborat edi. Bugungi videoda karta bo'limidagi haqiqiy, ya'ni bank kartalari haqida gaplashamiz. Bank kartalari. Ushbu kartalarni ilovaga qo'shishingiz bilan tranzaksiyalar avtomatlashadi, aynan o'sha karta uchun. Masalan, karta orqali pul qabul qilinsa, daromad tranzaksiyasi qo'shiladi. Agar xarajat qilsangiz, xarajat tranzaksiyasi qo'shiladi. Karta bo'limiga kirib, karta qo'shish tugmasini bosing va bank kartasini tanlang. Rangni tanlang, kartaning nomini kiriting va 16 xonali raqamni kiriting. Amal qilish muddatini kiriting va davom eting. Keyin kartaga ulangan raqamga tasdiqlash uchun SMS kod boradi. Ushbu kodni kiritish orqali kartangizni muvaffaqiyatli ro'yxatga qo'shasiz. Har bir qo'shilgan bank kartalari uchun 15 kunlik tranzaksiya tarixi qo'shib beriladi. Ya'ni karta qo'shilgan sanadan avvalgi 15 kundan boshlab tranzaksiyalar ko'rsatiladi. Qo'shimcha xususiyat har bir kartadan kelib tushgan tranzaksiyalardan kelib chiqib ilova kategoriya belgilaydi. Agar kategoriya sizning ro'yxatingizda bo'lmasa, u kategoriyani sizga qo'shishga taklif beradi. Agar qabul qilsangiz, u kategoriya ro'yxatingizga qo'shiladi va grafikda alohida rangda ko'rsatiladi. Ushbu video shundan iborat edi. Rahmat, salomat bo'ling.